alaykum, hurmatli mijozlar va kuzatuvchilar. Sizlarga stabilizatorlar haqida ma'lumot berib o'taman. Bu 3 fazali stabilizator, Andele brendiga tegishli. Hammasi 3 fazali stabilizator. Bu yoqda 220 volt ishlaydi, 1 fazali stabilizator. Stabil brendi. Devorga ilinadigan nastirniy variantlari ham bor. Hammasi laterniy bo'ladi, servoprivod. O't kotyollar uchun 90 kotyol, холодильник. Mashina zaryadka qilishga bor. Stabil brendiga tegishli. 110 voltdan ishlaydi, 80 dan ko'taradi. 30 kilovat, 20 kilovat. Bu ham 20-80. Bular 3 fazali stabilizator. 2 xil modeli bor. 190-430 va 280 dan 430 gacha. Qora stabilizatorlar relenniy. Bular relenniy stabilizator. Bu yoqdagilar Andelelar laterniy. 3 kilovat, 5 kilovat, 10 kilovat, 15 kilovat. 1 kilovatdan 500 kilovatgacha. Hamma turlaridan bor. Hammasiga kafolat bor 1 yil. Servis sentrlari bor, zapchaslari bor. Stabilizatorga muammo bo'lmaydi. Xohlasa hammasi cho'tga ishlaydi. Mana shunaqa yog'och yashidi, pakovkada bo'ladi. Bular hammasi yerda turadigan. Devorga ilinadigan nastirniylar hamdaqa korobkada bo'ladi. Vot mana hammasi taqlangan. Kelarasizlar, mashina do'kondan oldigacha keladi. Yuklash, ortib tushirish muammo emas.